Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi darsimiz HTMLda taglarni displeyga ko'ra turlari bo'yicha bo'ladi. Taglarning displeyga ko'ra turlari turga bo'linadi: inline va blok. Hozir biz index.html degan fayl yaratib oldik. Yangi fayl va biz unga birinchi strukturani kiritamiz. Buni hamma bilsa kerak. Shift 1 ustiga bossak, undov belgisi chiqadi va undan keyin enter tugmasini bossak, birinchi strukturani bizga yaratib beradi. Title bu bizning ochayotgan veb-saytimizning nomi. Buni istagan nomimizga o'zgartirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun 8-sinf kitobida berilayotgan, ya'ni informatika kitobida berilayotgan nomlardan bersak. Sinov sayt. Endi displeyga ko'ra taglar ikki turga bo'linadi: inline va blok. Men endi inline'ga misollar ko'rsatib ketaman va blok taglarga misol ko'rsatib ketaman. Ular qaysi holatlarda kelsa yonma-yon turadi-yu, qaysi holatlarda kelsa yonma-yon turmaydi. Buni ham aniqlashtirib o'taman. Xo'p, inline taglar deganda, misol uchun span tagini kiritsak, spanni ichiga biror narsani yozamiz. Misol uchun hello. Endi xuddi shundan ichga ko'payib turib, ichidagi so'zini world o'zgartiramiz. O'zgartirildi. Endi inline tag degani xuddi shu hello world so'zi yonma-yon chiqadi. Ya'ni o'zining uzunligidan boshqa uzunliklarda qabul qilmaydi o'z ichiga. Shunaqa taglarga inline taglar deyiladi. Hozir misol uchun biz buni saqlab saytga o'tsak, mana hello world yangilab berdi. Bu yog'i boshqa tag, bu yog'i boshqa tag. Lekin yonma-yon chiqarib beryapti. Bunaqa taglarga span taglari deyiladi. Agar biz xuddi shu yerga mana world so'zini blok tagga olsak, blok taglarga div, paragraf yoki sarlavha taglari kiradi. Mana saqlaymiz, natijaga o'tamiz va yangilaymiz. Mana hello so'zi inline tag, span tag, ya'ni endi div tagi esa blok tagligi uchun mana world so'zining uzunligi oxirigacha bo'ladi. Veb-saytimizning, ya'ni bizning ekranimizda ko'rinib turgan joyning oxirigacha davom etadi. Shuning uchun blok tag o'zining yoniga boshqa taglarni sig'dirmaydi. Biz bunga orqa fon berib o'tamiz. Sizlarga hozir orqa fon berishni tushuntirmaganman, o'zim berib ko'rsataman va natijani sizlar ko'rib bilib olishlaring mumkin bo'ladi qandayligini. Span tagining, ya'ni inline tagning orqa fonini qizil qildik. Endi div taginikini saqlaymizda bu yerga o'tib yangilaymiz. Mana ko'rib turganlaringdek, blok tagning uzunligi, ya'ni widthsi ekranning oxirigacha davom etgan. Span taginiki esa, ya'ni inline tagdagi faqat shu so'zning uzunligi bilan bir xil bo'lgan. Undan ortiq chiqmagan, uzoqqa ketmagan. Men bu bilan nima demoqchiman? Span tagi bilan span tagi yozilsa, u yonma-yon joylashadi. Lekin span tagi bilan blok tagi yozilsa, u yonma-yon joylashmaydi. Sababi blok tagning uzunligi ekranning boshidan oxirigacha davom etadi. So'zning o'zi bilan cheklanmaydi. Span taginiki esa inline tagdagi so'zning o'zi bilan cheklanadi. Endi bu holatda bu span uzun, bu ham span uzun. Mana shu holat, ya'ni blok olingan holati. Xuddi shu nima taglar inline taglar hisoblanadi va bular yonma-yon joylashadi.
va mana orqa fonlarining rangini ko'rib turibsizlar. Boltniki o'zinikiday sariq, Hello'nikiday qizil. Ya'ni bu bilan bu so'z boshqa teklarda turibdi. Endi xuddi shu yerga biz bundan ko'ramiz va teklarni blok qilib qo'yamiz. Div tegi o'zgartiramiz ularni. O'zgartirildi va saqlaymiz. Natijaga o'tamiz. Ko'rib turganlaringdek, mana bu ikkalasi blokdek, mana bu ikkalasi inline. Endi biz buni ajratib qo'yish uchun n 2 nuqta bu yerga blok bu yerga o'tsak, mana natija. Blok tegini ham agar biz div yopib qo'yadigan bo'lsak, hozir yoniga chiqqani sababi bu hech qanaqa tegni ichiga yozilmadi. Biz mana bunday qilsak, u albatta pastga tushib qoladi. Ko'rib turibsizlar. Mana inline tag va blok tagning ko'rinishlari va ular qaysi holatda yonma-yon turadi-yu, qaysi holatda yonma-yon turmaydi. Shu holatlarni ham ko'rib chiqdik. Buni ham divga o'rab qo'yamiz va biz natijamiz sal sifatliroq bo'ladi. Inline taglarga misol bu, blok taglarga misol bu. Hammaga rahmat. Siz o'tayotgan darslar sizlarga foydali bo'lgan